Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi mavzu juda muhim. Pensionerlarni, nafaqa oluvchilarni, kam ta'minlangan oilalarni va yordam puli olayotgan xonadonlarni tekshirish kuchaygani haqida gaplashamiz. Ko'pchilik aytayapti. Uyma-uy yurishibdi, savol berishyapti, xonadonni ko'rishyapti, yordamni to'xtatib qo'yishadimi? Men bugun sizga aniq tushuntirib beraman. Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Tekshiruvda nimalarga e'tibor beriladi? Yordamni yo'qotmaslik uchun hoziroq nima qilish kerak? Bu ma'lumot pensionerlar, nogironligi bor fuqarolar, boquvchisini yo'qotganlar, bolalar nafaqasi, moddiy yordam, ijtimoiy nafaqa olayotgan oilalar, shuningdek ularning farzandlari uchun juda zarur. Chunki ba'zan odam o'zi bilmagan holda xato qilib qo'yadi, hujjatni yangilamaydi, manzil o'zgarganini aytmaydi. Bank kartasidagi tushumni tushuntirib bera olmaydi. Keyin esa yordam puli to'xtab qoladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring, ayniqsa uyda yoshi katta ota-onasi borlar bu videoni oxirigacha eshitsin. Men avvalo vaziyatni oddiy tilda tushuntiraman. Oldin ko'p hollarda yordam puli, bolalar nafaqasi, moddiy yordam yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar uchun ariza topshirilganda asosiy e'tibor hujjatlarga qaratilar edi. Ya'ni pasport, oilaviy tarkib, daromad, pensiya miqdori, bolalar soni, ish joyi bor yo'qligi, nogironlik hujjatlari, yashash manzili kabi ma'lumotlar tekshirilardi. Mahalla ham xonadonning ahvolini bilardi. Lekin hamma joyda ham bir xil darajada chuqur tekshiruv bo'lmasdi. Hozir esa tizim ancha o'zgargan. Davlat ijtimoiy yordamni haqiqatan muhtoj oilalarga yetkazishga harakat qilyapti. Shu sababli elektron bazalar, soliq ma'lumotlari, kadastr, bankdagi tushumlar, pensiya jamg'armasi, bandlik ma'lumotlari, avtomobil va mol-mulk haqidagi ma'lumotlar, hatto ayrim hollarda oilaning real yashash sharoiti ham solishtiriladi. Bundan maqsad bitta: yordam puli haqiqiy muhtojga borsin. Yolg'on ma'lumot bergan yoki aslida daromadi yetarli bo'lgan odamlar hisobidan byudjet mablag'i bekorga ketmasin. Shu yerda juda muhim narsani aytaman. Tekshiruv bo'lyapti degani hammaning puli to'xtatiladi degani emas. Tekshiruvdan qo'rqish kerak emas. Agar sizning holatingiz haqiqatan ham to'g'ri bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, yashash sharoitingiz arizada ko'rsatilgan ma'lumotlarga mos bo'lsa, lekin ma'lumotlarda farq bo'lsa, masalan, arizada ishsiz deb ko'rsatilgan o'g'il aslida chet eldan muntazam pul yuborayotgan bo'lsa yoki daromad yo'q deyilgan oilada nomiga avtomobil, do'kon, uy-joy, yer uchastkasi borligi chiqsa, shunda savollar ko'payadi. Men ko'p ko'radigan holat: pensioner ayol yolg'iz yashayman deb o'ylaydi. Chunki farzandlari boshqa joyda ishlaydi. Lekin ro'yxatda farzandi yoki kelini o'sha xonadonda turibdi. Elektron tizimda esa bu oila tarkibi sifatida ko'rinadi. Natijada daromad hisoblanganda pensionerning o'zi emas, butun ro'yxatdagi odamlar inobatga olinishi mumkin. Mana shunday mayda ko'ringan holatlar yordam puli masalasida katta muammo tug'diradi. Endi eng asosiy savolga o'tamiz. Kimlar xavotir olishi kerak? Men buni birma-bir tushuntiraman. Birinchi navbatda hujjatlarda nomutanosiblik borlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, arizada pensioner yolg'iz yashaydi deb yozilgan, lekin doimiy ro'yxatda yana 3 kishi turibdi. Yoki oilada ishga layoqatli odamlar bor. Lekin ular ishlamaydi deb ko'rsatilgan, aslida esa norasmiy daromad qiladi. Yoki bola nafaqasi olayotgan oilada otasi ishsiz deb turibdi, lekin nomida yuk mashinasi bor va u shu mashina bilan daromad topyapti. Bunday holatlar tekshiruvda chiqib qolishi mumkin. Ikkinchi, bank kartasiga muntazam katta pul tushadiganlar ehtiyot bo'lish kerak. Men bu yerda oddiy qarz, bir martalik yordam yoki qarindoshning kichik pulini nazarda tutmayapman. Masalan, har oy 2 million, 3 million, 5 million so'm tushib tursa, tizim yoki tekshiruvchi bu nima daromad deb so'rashi tabiiy. Agar bu farzandingiz chet eldan yuborayotgan pul bo'lsa, uni ham yashirish shart emas. Lekin tushuntirish kerak. Chunki ayrim yordam turlarida oilaning jami daromadi hisobga olinadi. Agar muntazam pul kirimi bo'lsa, bu oilaning ehtiyoj darajasini qayta baholashga sabab bo'ladi. Uchinchi, nomida mol-mulk ko'p bo'lganlar xavotir olishi mumkin. Masalan, pensioner ayolning o'zi 900 ming so'm pensiya oladi, lekin nomida 2 ta uy, bitta noturar joy, bitta avtomobil bo'lsa, tizim buni ko'radi. Ba'zan odam aytadi: "Bu mashina meniki emas, o'g'lim minadi, faqat nomimda." Lekin qonuniy nuqtai nazardan mulk kimning nomida bo'lsa, o'sha odamning mulki hisoblanadi. Shuning uchun faqat nomida turibdi,
degan gap tekshiruvda har doim ham yordam bermaydi. 4-chi, manzilni o'zgartirgan, lekin tegishli idoralarga xabar bermaganlar ehtiyot bo'lsin. Masalan, pensioner qishda qizi bilan shaharda yashaydi, yozda qishloqqa qaytadi. Nafaqa esa qishloqdagi manzil bo'yicha rasmiylashtirilgan. Tekshiruvchi bo'lsa, uy yopiq, qo'shnilar bu yerda yashamaydi desa, haqiqiy yashash joyi qayerda? degan savol tug'iladi. Bu yordamni to'xtatish uchun darhol asos bo'lmasligi mumkin, lekin qayta o'rganish boshlanadi. 5-chi, ijtimoiy yordamni olish uchun ariza noto'g'ri ma'lumot berganlar juda ehtiyot bo'lishi kerak. Bu eng xavfli holat. Masalan, oilada ishlaydi, lekin ishsiz deb ko'rsatilgan. Yoki xotin tikuvchilik qiladi, kuniga buyurtma oladi, lekin daromad yo'q deyilgan. Yoki ijaraga berilgan uy bor, ammo ijara daromadi ko'rsatilmagan. Bunday holatlar aniqlansa, nafaqat yordam to'xtashi, balki ortiqcha olingan pullarni qaytarish masalasi ham ko'tarilishi mumkin. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz haqiqatan ham pensiya olasiz, boshqa doimiy daromadingiz yo'q, xonadoningizdagi odamlar to'g'ri ko'rsatilgan, farzandlaringiz alohida ro'yxatda, hujjatlaringiz joyida. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik hujjatlari haqiqiy va muddati o'tmagan bo'lsa, tekshiruvdan qo'rqmang. Tekshiruv sizni jazolash uchun emas, holatingizni aniqlash uchun keladi. Masalan, 2 yoshli ona 1.200.000 so'm pensiya oladi. Yolg'iz yashaydi, kommunal to'lovlar, dori-darmon, oziq-ovqat xarajatlari bor. Uy eski farzandlari yordam bera olmaydi yoki o'z oilasi bilan qiynalib yashaydi. Bunday holatda tekshiruv kelib ko'rsa, aksincha yordamga ehtiyoj borligi yanada aniq bo'ladi. Shuning uchun bunday odamlar hujjatlarni tayyorlab, xotirjam bo'lishi kerak. Yana bir misol, nogironligi bor pensioner bor, har oy pensiya oladi. Lekin davolanish xarajatlari juda katta. Bank kartasiga ba'zan qarindoshlari 200.000, 300.000 so'm tashlab turadi. Bu doimiy katta daromad emas, balki yordam. Agar so'rashsa, ochiq aytish kerak. Dori olishga farzandim yordam beradi. Mana dorilar ro'yxati, shifokor ko'rsatmasi. Bunday tushuntirishlar juda muhim. Men sizga amaliy jihatdan tushuntiraman. Xonadonga kelganlar odatda nimani ko'rishi mumkin? Birinchidan, oilada kimlar yashayotganini so'rashadi. Pasport bo'yicha ro'yxatdagi odamlar bilan real yashayotgan odamlar mos keladimi? Shuni aniqlashadi. Ikkinchidan, xonadon sharoitiga qarashadi. Uy ta'mirlanganmi? Maishiy texnikalar ko'pmi? Hovlida mashina bormi? Chorva bor yo'qmi? Daromad keltiradigan faoliyat bormi? Uchinchidan, oilaning daromad manbalarini so'rashadi. Pensiya, ish haqi, aliment, ijara, dehqonchilik, tadbirkorlik, chetdan pul kelishi. Bu yerda odamlar xato qiladi. Hech narsam yo'q deb turib oladi. Lekin hovlida 5 bosh qoramol turadi yoki uyida kichik sex ishlayapti. Men doim aytaman, yashirishdan ko'ra tushuntirish yaxshi. Masalan, hovlida 2 ta sigir bo'lsa, bu darhol boy degani emas. Lekin sigir borligi daromad manbai sifatida baholanishi mumkin. Agar u sigirni sotish uchun emas, oilaning sut-qatiq ehtiyoji uchun boqayotgan bo'lsangiz, buni ayting. Lekin har oy sut sotib daromad qilsangiz, u ham daromad sifatida ko'rilishi mumkin. Yana bir real holat. Pensioner otaning nomida Damas bor. O'zi kasal, haydamaydi. O'g'li shu Damasda yo'lovchi tashib pul topadi. Arizada esa oilada daromad yo'q, faqat pensiya deb yozilgan. Tekshiruvda mashina ko'riladi, hujjatda ham chiqadi. Shunda yordam masalasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar o'g'il alohida oila bo'lsa, alohida ro'yxatda bo'lsa, buni hujjat bilan ko'rsatish kerak. Agar bir xonadonda ro'yxatda bo'lsa, uning daromadi ham savol bo'ladi. Boshqa misol, 65 yoshli ayol bolalar nafaqasi olayotgan kelin bilan bir uyda ro'yxatda turadi. Ayol pensiya oladi, kelin nafaqa oladi. Er esa Rossiyada ishlaydi va har oy 4 million so'm yuboradi. Arizada bu pul ko'rsatilmagan. Tizim bank kirimlarini yoki suhbat orqali buni aniqlasa, oila daromadi aslida yuqori ekan degan xulosa chiqishi mumkin. Bu nafaqa to'xtashiga olib keladi. Shuning uchun har bir kirim va daromad masalasida oldindan tartib bo'lishi kerak. Endi juda muhim nozik masalalarni aytaman. Birinchi nuans. Pensionerning yordam olishi har doim faqat pensiya miqdoriga qarab hal bo'lmaydi. Ko'pincha oilaning umumiy holati ko'riladi. Masalan, pensioner 1 million so'm olishi mumkin. Lekin uning bilan birga yashaydigan 2 nafar katta yoshli farzandi ishlasa, ularning maoshi ham hisobga olinishi ehtimoli bor. Odamlar esa bu mening pensiyam, bolamning maoshi menga aloqasi yo'q deydi. Hayotda shunday bo'lishi mumkin. Lekin ijtimoiy yordamni baholashda
xonadon va oila tarkibi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ikkinchi nuans, ro'yxatda turish bilan real yashash alohida masala. Farzandingiz 10 yildan beri Toshkentda ishlaydi, lekin qishloqdagi uyingizda ro'yxatda turadi. Tekshiruvda u oilangiz tarkibida chiqishi mumkin. Agar u alohida yashasa, ijara shartnomasi, ish joyidan ma'lumotnoma. Vaqtincha ro'yxat yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar yordam beradi. Shunchaki u bu yerda yashamaydi deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Uchinchi nuans, bir martalik pul tushumlari bilan doimiy daromadni farqlash kerak. Masalan, to'y uchun qarindoshlar 10 million so'm yig'ib berdi. Bu bir martalik yordam yoki kasallik uchun xalqdan pul yig'ildi. Bu ham maqsadli yordam bo'lishi mumkin. Lekin har oy bir xil sanada 3 million so'm tushsa, bu doimiy daromadga o'xshaydi. Shuning uchun bank kartangizga tushgan katta mablag'lar bo'yicha izohingiz bo'lsin. Kim yubordi? Nima uchun yubordi? Qarzmi, yordammi, davolanish uchunmi? 4-nuans, hujjat muddati. Nogironlik hujjati, tibbiy xulosa. Vasiylik hujjati, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, aliment bo'yicha qaror, ajrim hujjati, o'quvchisini yo'qotganlik hujjati, doimiy yoki vaqtincha ro'yxat ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, tizimda muammo chiqishi mumkin. Ayniqsa nogironlik muddati vaqtincha belgilangan bo'lsa, muddati o'tib ketganidan keyin to'lovlar to'xtashi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 5-nuans, mahalla biladi degan gap yetarli emas. Mahalla sizning holatingizni bilishi mumkin. Lekin bugun ko'p jarayonlar elektron tizim orqali yuradi. Tizimda nima ko'rinsa, shu asosiy dallardan biri bo'ladi. Shuning uchun hamma biladi-ku, men qiynalaman deb o'tirmasdan. Hujjat bilan isbotlash kerak. Daromadingiz kammi? Kasalligingiz bormi? Farzandingiz alohida yashaydimi? Uyingiz ijaradami? Qarzingiz bormi? Bularning hammasi imkoni boricha hujjat bilan tasdiqlansin. 6-nuans. Tekshiruvchilar kelganda janjal qilish, uyga kiritmaslik, qo'pol gapirish foyda bermaydi. Albatta, siz kim kelganini so'rashga, hujjatini ko'rishga, qaysi tashkilotdan ekanini bilishga haqlisiz. Lekin ular rasmiy o'rganish uchun kelgan bo'lsa, normal muloqot qiling. Chunki sizning javoblaringiz, ko'rsatgan hujjatlaringiz va munosabatingiz keyingi xulosaga ta'sir qilishi mumkin. Men doim maslahat beraman, tinch gapiring. Bilmagan savolga aniqlab beraman deng. Taxminiy yoki yolg'on ma'lumot bermang. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz hozirroq nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, oilaviy tarkibni tekshiring. Uyda kimlar ro'yxatda turibdi? Kimlar real yashayapti? Kimlar boshqa joyda yashaydi? Buni aniqlang. Agar farzandingiz boshqa viloyatda yoki shaharda yashasa, lekin sizning uyingizda ro'yxatda turgan bo'lsa, ijtimoiy yordam masalasida bu muammo bo'lishi mumkin. Uni darhol ro'yxatdan chiqarish kerak demayman, chunki har bir oilaning sharoiti boshqa. Lekin hech bo'lmasa uning alohida yashashni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Ikkinchi qadam, daromadlaringizni tartibga soling. Pensiya qancha, nafaqa qancha, ish haqi bormi, chetdan pul keladimi, ijara daromadi bormi? Dehqonchilik yoki chorvadan tushum bormi? Shularni o'zingiz yozib chiqing. Masalan, bir varaq qog'ozga yozing. Pensiya 1300 million so'm, dori xarajati oyga 500 million so'm, kommunal to'lov 2020 million so'm, oziq-ovqat 20 million so'm. Farzandim ba'zan 200 bin so'm yordam beradi. Tekshiruvda odam hayajonlanib qoladi, raqamlarni chalkashtiradi. Oldindan yozib qo'ysangiz, aniq gapirasiz. 3-qadam, hujjatlar papkasini tayyorlang. Men har bir pensionerga alohida papka qilishni maslahat beraman. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya haqida ma'lumot, nogironlik hujjati bo'lsa, uning nusxasi, tibbiy xulosalar, dori retseptlari, kommunal to'lov kvitantsiyalari, oilaviy tarkib bo'yicha ma'lumotlar, kadastr hujjatlari, agar ijara bo'lsa, ijara shartnomasi, agar aliment bo'lsa, sud qarori yoki ijro hujjati bo'lsin. Hujjatlar tartibli bo'lsa, tekshiruvda sizning holatingizni tushunish osonlashadi. 4-qadam, mahalla bilan aloqani uzmang. Mahalladagi mas'ullar sizning real holatingizni bilsin. Agar kasal bo'lsangiz, yolg'iz yashasangiz, farzandlaringiz yordam bermasa, yashash sharoitingiz og'ir bo'lsa, buni yashirmang. Ariza topshirish kerak bo'lsa, mahallaga boring, tushuntiring, kerakli ma'lumotlarni so'rang. Lekin faqat og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozsangiz, sanasini bilib oling. Qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki raqam bo'lsa, saqlab qo'ying. 5-qadam, arizada faqat to'g'ri ma'lumot yozing.
Men eng ko'p shu masalada ogohlantiraman. Shuni yozmasa ham bo'ladi. Mashinani aytmaymiz. O'g'lim pul yuborishni yashiramiz. Ijarani ko'rsatmaymiz degan fikr keyin qimmatga tushadi. Bugun elektron bazalar juda ko'p narsani ko'rsatadi. Agar siz yashirsangiz, bu ataylab noto'g'ri ma'lumot bergandek ko'rinadi. To'g'ri ma'lumot bersangiz, ehtimol yordam kamayishi mumkin, lekin kelajakda ortiqcha pulni qaytarish yoki tushuntirish berish xavfi kamayadi. 6-qadam. Tekshiruv kelganda o'zingizni to'g'ri tuting. Avvalo kelgan odamlarning kimligini so'rang. Qaysi tashkilotdan, nima maqsadda kelgan, qanday o'rganish o'tkazilyapti, buni bilishga haqqingiz bor. Keyin xotirjam javob bering. Bilmayman degan joyda yolg'on raqam aytmang. Masalan, o'g'lim qancha yuborishini aniq bilmayman, lekin bankdan ko'chirmani olib ko'rsataman deyish yaxshiroq. Savolga javob berayotganda raqamlarni oshirib yoki kamaytirib yubormang. 7-qadam, bank kartangiz bo'yicha tushumlarni tushuntirishga tayyor bo'ling. Agar kartangizga katta pul tushgan bo'lsa, sababini yozib qo'ying. Masalan, 2024 yil mart oyida keks million so'm tushgan. Bu operatsiya uchun qarindoshlar bergan yordam yoki 5 million so'm tushgan. Bu qarz keyin qaytarilgan. Imkon bo'lsa, yozishmalar, qarz tilxati, shifoxona hujjati, dori cheklarini saqlang. Bular sizning foydangizga ishlaydi. 8-qadam, agar yordam to'xtab qolsa, jim o'tirmang. Eng katta xato shu, odam puli tushmay qoladi, keyin 3 oy kutadi, 6 oy kutadi, o'zi kelib qolar deydi. Yo'q, darhol sababini aniqlash kerak. Pensiya yoki nafaqa qaysi idora orqali tayinlangan bo'lsa, o'sha joyga murojaat qiling. Mahallaga boring, ijtimoiy himoya bo'limiga boring. Pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilotdan yozma tushuntirish so'rang. Telefon orqali aytilgan gap bilan cheklanib qolmang. Imkon bo'lsa, yozma javob oling. Yozma javob bo'lsa, keyin shikoyat qilish yoki qayta ko'rib chiqishni so'rash oson bo'ladi. 9-qadam. Shikoyat qilishdan qo'rqmang, lekin asos bilan qiling. Agar sizningcha yordam noto'g'ri to'xtatilgan bo'lsa, ariza yozing. Arizada hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Men falon manzilda yashayman. Falon turdagi yordamni olardim. Falon sanadan to'xtatildi. Sababini aniqlab berishingizni va qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Ilovaga hujjatlar nusxasini qo'shing. Pensiya miqdori, tibbiy xarajatlar, oilaviy tarkib, farzandlarning alohida yashashini tasdiqlovchi hujjatlar. Arizani topshirganingizni tasdiqlovchi belgi oling. 10-qadam. Farzandlar ota-onasining holatini tartibga keltirsin. Bu videoni ko'rayotgan yoshlar, sizlarga alohida aytaman. Onangiz yoki otangiz pensioner bo'lsa, ularning hujjatlarini tekshirib bering. Kartasiga kimlar pul tashlayapti? Uyi kimning nomida? Ro'yxatda kimlar turibdi? Kommunal qarzlar bormi? Nogironlik hujjati muddati o'tmaganmi? Shularni ko'rib chiqing. Yoshi katta odamlar elektron tizim, bank kirimi, kadastr, ariza, qayta hisoblash degan narsalarni tushunmasligi mumkin. Bitta e'tiborsizlik ularning yordam puli to'xtashiga sabab bo'ladi. Men amaliyotda uchraydigan xatolarni ham aytib o'taman. Birinchi xato, biz kambag'almiz deb aytish. Lekin hujjatda mulk va daromad chiqishi. Kambag'allik faqat og'zaki baholanmaydi. Hujjat va real holat solishtiriladi. Ikkinchi xato, farzandlar ota-onasining nomiga mashina yoki uy rasmiylashtiradi. Keyin ota-ona yordam so'raganda tizimda mulkdor sifatida pensioner ko'rinadi. Farzandlar bu bizniki deydi, lekin hujjatda pensioner nomida. Bunday ishni qilayotganda oldindan oqibatni o'ylash kerak. 3-xato, ijaraga berilgan uy yoki xonani yashirish. Agar siz bir xonani ijaraga berib o'yga 1 million so'm olayotgan bo'lsangiz, bu daromad. Uni yashirsangiz keyin savol tug'iladi. Agar ijara norasmiy bo'lsa ham real tushum sifatida baholanishi mumkin. 4-xato, tekshiruvchilar bilan tortishish. Ba'zi odamlar sizlar meni tekshirishga haqqingiz yo'q deb janjal qiladi. Men yana aytaman, siz huquqlaringizni bilishingiz kerak. Lekin madaniyat bilan. Hujjatini so'rang, maqsadini so'rang, lekin qo'pol munosabat o'zingizga zarar. 5-xato, ariza topshirib keyin natijani kuzatmaslik. Ariza topshirdingizmi? Qachon ko'rib chiqiladi? Qaysi raqam bilan qabul qilindi? Kim mas'ul bilib oling. Hujjatlar yo'qolib qolishi yoki qo'shimcha ma'lumot so'ralishi mumkin. Siz kuzatmasangiz jarayon cho'zilib ketadi. 6-xato, biror ma'lumot o'zgarsa xabar bermaslik. Masalan, oilada kimdir ishga kirdi, kimdir ko'chib ketdi. Bola tug'ildi, nogironlik muddati uzaytirildi, pensioner boshqa manzilga ko'chdi. Bular yordam miqdori va huquqiga ta'sir qilishi mumkin. O'zgarish bo'lsa, tegishli idoraga xabar bering. Men bu mavzuda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman.
Aksincha, siz tayyor bo'ling, hujjatingiz joyida bo'lsin, haqingizni yo'qotmang demoqchiman. Tekshiruvlar ijtimoiy yordam tizimini adolatli qilish uchun kerak bo'lishi mumkin. Chunki bir tomonda haqiqatan dori olishga puli yetmaydigan pensioner bor. Ikkinchi tomonda esa nomida mulk, mashina, daromad bo'lsa ham yordam olishga urinadigan odamlar bor. Agar tizim tekshirmasa, birinchilar zarar ko'radi. Lekin tekshiruvda ham insoniylik, aniqlik va adolat bo'lishi kerak. Agar sizga nisbatan noto'g'ri xulosa qilingan bo'lsa, sizda huquq bor. Tushuntirish berish, hujjat taqdim etish, qayta ko'rib chiqishni so'rash, yuqori tashkilotga murojaat qilish. Eng muhimi, hammasini yozma va hujjatli qiling. Demak, bugungi asosiy fikr shuki, pensionerlar va yordam oluvchilar tekshirilayotgani yordam albatta to'xtaydi degani emas. Lekin hujjatlari xato, yashirilgan daromad, ro'yxatdagi nomutanosiblik, nomdagi ortiqcha mulk, bank kartasidagi tushuntirilmagan tushumlar bo'lsa, yordamni yo'qotish xavfi bor. Siz hoziroq oilaviy tarkibni tekshiring. Daromadlaringizni yozib chiqing. Hujjatlar papkasini tayyorlang, mahalla va tegishli idoralar bilan aloqada bo'ling. Arizada faqat rost ma'lumot bering. Agar to'lov to'xtasa, kutib o'tirmang, darkesbarning sababini yozma ravishda so'rang va hujjat bilan murojaat qiling. Sizlarda ham shunday tekshiruv bo'ldimi? Xonadoningizga kelishdimi? Qanday savollar berishdi? Yordam puli to'xtagan yoki qayta tiklangan holatlar bo'ldimi? Izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri maslahat kimningdir nafaqasini, yordam pulini va eng muhimi xotirjamligini saqlab qolishi mumkin.